Assalomu alaykum, siz kimsizlar? Va alaykum assalom. Davlatov nega ichdingiz? Sizlarni qolibdi siz. Sizda bu birinchi holat emas, adashmasam 5-6 holat. Har bir darsda, fan doirasida 25% dan undan ortiq uzrli sabablarsiz dars qoldirsangiz, o'sha fan siz uchun bloklanadi. Ya'ni o'sha fanga siz yakun nazoratga kira olmaysiz. Ya'ni o'sha fandan yiqilgan hisoblanasiz. Shularni inobatga olishingizni so'rayman. Marhamat, o'tiring. Shahriyor, ko'p dars qoldiryapsan-da. Bu ketishda haydalib ketasan. Ilohi yaxshi ketadi. Assalomu alaykum, siz Va alaykum assalom. Davlatov yaxshimisiz, zo'rmisiz? Oralim bo'lmabsiz. Hurmatli Davlatov Shahriyorjon, biz sizni rasmiy ogohlantirgandik. Agar talaba 74 va undan ortiq uzrli sabablarsiz dars mashg'ulotlarida ishtirok etmasa, talabalar safini chetlatilib ogohlantiriladi. To'g'rimi? Sizniki 86 soat bo'lgan sababli talabalar safini chetlashtiriladi. Yaxshi bilmaysiz. Yo'q, uni imkoni yo'q. Shahriyor. Ey do'stim, yaxshimisan? Zo'rmi? O'zing yaxshimi? Ahvoling yaxshimi? Charchamayapsanmi? Ko'rinmaysan. Men senga o'sha vaqt aytgandim. Birga o'qiganingda hozir birga ishlardik. Men hozir ishlayapman. Ishlaring qanday, Shahriyor? Ko'rinmay yo'q bo'lib ketding. Ishlarim o'xshamadi. Bu safar endi e'tiborli bo'lib o'qishni davom ettiraman. O'qimasam bo'lmadi, bilom kerakki, baribir. Mayli, do'st, charchama, men darsga kiray. Mayli, Ko'rishamiz hali. Sog' bo'l.